Sundus amakining qissalari filmini namoyish etadi. Amakijon bugun yangi qissa o'qib berasiz, ha? Bittasini aytingiz. Yana bitta aytib bering. Ha, haligi sichqonlarning nikoh to'yi haqidagisi bor-ku. O'shanisini, ha? Rejissyorlar Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bain. Ushladim seni. Endi men mushu bo'laman. Bolalar, sekinroq. Uy ostin-ustin bo'lib ketdi-ku. Amakijon, mushuklar faqat sichqon tutish bilan shug'ullanishadimi? Yo'q, ular ba'zan issiqni joyda yotib mudrashni ham yoqtirishadi. Ana o'shanda sichqonchalar xotirjam yashashadi. Sizlar usta Kemir degan sichqon haqida eshitganmisizlar? Uning oilasi haqida-chi? Usta Kemirning oilasi mana shu uyda yashaydi. Bu uning qizi. Sichqonchalar ichida eng latofatli sichqoncha. U raqs tushishni ham, kashta tikishni ham, hatto har xil shirinliklar pishirishni ham, kuy chalishni ham biladi. Qizimizni bo'yi yetib qoldi. Rost aytasan. Biz uni dunyodagi eng zo'r pahlavonga beramiz, chunki u eng dilbar sichqoncha. Ha, unga faqat eng zo'r pahlavongina munosib. Usta Kemir quyoshni kuyov qilmoqchi bo'pti. Dunyodagi eng zo'r pahlavon shu. U yerni qizdiradi, boshoqlarni donga to'ldiradi. Boshoqlar bir mazaliki. Usta Kemir chiroyli kostyumini kiyibdi-da, quyosh huzuriga yo'l oldi. Avvaliga u poyezdga chiqmoqchi bo'ldi, lekin poyezd quyosh tomonga bormasligini tushungach, vertolyot olib oilasi bilan vidolashibdi. Usta Kemir osmoni falakka ko'tarilibdi, axiri quyosh qasriga yetib boribdi. Quyosh endigina uyqudan turgan ekan. Shuning uchun usta Kemirni tungi kiyimida qarshi oldi. Meni qizimga uylanishni xohlaysizmi? U barcha sichqonlar ichida eng dilbari. Qizimga faqat siz munosibsiz, chunki siz dunyoda eng zo'r pahlavonsiz. Yanglishdingiz, birodar. Ana u bulut mendan kuchliroq. Istagan paytida yer yuzini mendan to'sib qo'yadi. Men hech nima qila olmayman. Unda meni ma'zur tutasiz. Xayr. Yaxshi boring. Usta Kemir bulut oldiga tushibdi. Meni qizimga uylanishni xohlaysizmi? U barcha sichqonlar ichida eng dilbari. Qizimga faqat siz munosibsiz, chunki quyoshdan zo'r ekansiz. Buni menga uni o'zi aytdi. Yo'q, quyosh yanglishibdi. Shamol mendan ancha kuchliroq. U meni xohlagan tomoniga uchirib keta oladi. Unda siz ham qizimga munosib emas ekansiz. Qani shamolni oldiga boraylikchi? Shunda u tepalikda turgan shamol tegirmonni ko'rib qopti. Uning parraklari aylanganda hamma yo'q larzaga kelar ekan. U shunday dedi. Meni qizimga uylansangiz devdim. Chunki siz quyoshdan ham, bulutdan ham kuchliroq ekansiz. Uylana qoling. Afsuski, unday emas. Ana u eski minora mendan kuchliroq. Necha asrlardan beri uni qulatmoq niyatida shamol ufuraman, ammo u qilt etmaydi. Unda men qidirgan kuyov siz emas ekansiz. Borib o'sha minora bilan gaplashib ko'raman. Usta Kemir juda holdan toyibdi. U endi haqiqiy kuyovni uchrataman deb xayol surib borardi. Meni qizimga uylanishni xohlaysizmi? U barcha sichqonchalar ichida eng dilbari. Qizimga faqat siz munosibsiz, chunki quyoshdan ham, bulutdan ham, shamoldan ham kuchliroq ekansiz. Hozir menga shamol shunday dedi. Shamol yanglishibdi. Ichimdagi eng yo'g'on to'sinni kemirib yotgan sichqon mendan kuchliroq. U meni kemira, axiri qulatishi mumkin. Meni qizimga uylanishni xohlaysizmi? Qizim barcha sichqonchalar ichida eng dilbari. Qizingizni ko'pdan beri ko'z ostimga olib qo'yganman. U chindan ham eng dilbar sichqoncha. Men unga jon deb uylanardim. Xullas, sichqonlarning eng dilbari Azamat Sichqonjonga turmushga chiqibdi.
kelin kuyov xursand emish. To'yga kelgan mehmonlar rosa yayrashibdi. Usta Kemir ham xursand ekan. Chunki qizi quyoshdan ham, bulutdan ham, shamoldan ham, minoradan ham kuchliroq bo'lgan azamat sichqonga, ya'ni dunyodagi eng kuchli pahlavonga turmushga chiqayotgan edi. Juda g'alati ekan o'sha usta Kemir. Qizidan so'rab qo'ya qolsam bo'lardi-ku, to'g'rimi? U qizi uchun eng yaxshi kuyovni topmoqchi bo'lganda, Juda ham kichkina bo'lish qiyindir-a. kalta oyoqda pildirab yurish ham oxir bo'lsa kerak. Yeri kemirib uya kavlashni aytmasam. Tarix demaydi tish bilan, a? Uni ustiga katta oila, to'polonchi bolalarchi, mushuk esa doim hushyor.